O'rtoqlar Uchtepa kelganmiz. Uchtepa tomon 24-kvartalga kelganmiz. 4 qavatli binoni 1-etajida 2-3 xona 57 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Xonadon kirib yashashlik uchun yoki ijara qo'yishlik uchun tayyor. O'zini tashqi hovlilari, boshida qo'yish uchun parkovkalari, bolalar o'ynash maydonchasi, tinch hovlisiga ega. O'rtoqlar videoda o'tkazib olmanglar, planировкасini bitta tanishtiramiz. Bu yoqda uyimizga kirish qismi, kirganimizda shunaqa prixoshka bizni kutib olyapti. I o'ng qo'lda sanuzel umumiy ko'rishingiz mumkin. Hojatxona, hammom to'liq kafel qilingan o'rtoqlar. Yonginasidan kuxnyamizga, ya'ni ayollarimiz uchun ovqat qilishlik uchun shunaqangi shirin sharoit qilib qo'yilgan. Mebel texnikalar hamma yo'q qoldiriladi. Ya'ni sterialka, bitovoy texnikalardan tashqari. O'rtoqlar, yonginasida umumiy katta zal ko'rishingiz mumkin. Qanaqangi chiroyli ranglar tanlab qo'yilgan. Qandillar, shunaqangi dekorlar bilan bezatib qo'yilgan. Qoldiriladigan konditsioner, hamma mana shu ko'rib turilgan barcha jihozlar qoldiriladi, televizordan tashqari albatta. Xo'p, naryoq tomonga o'tadigan bo'lsak, kattalar uchun yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hamma mebel texnikalar qoldiriladi, ko'rishingiz mumkin. Qilingan chiqishlarda bu yerda garderobni qilib qo'ysa bo'ladi. Hozir kladovочныйlar bor. Bu yoq tomonda yana bitta yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Tashqariga qaragan oynalar bilan yorug'likdan umuman muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Isitish tizimi, sentralniy отопление ko'rishingiz mumkin. To'liq remontdan chiqqan. Remont bilan remont farqi bor o'rtoqlar. O'zinglar uchun, o'zlariga uchun remont qilingan ekan, endi kattaroq hovli kerak bo'lganligi uchun sotishyapti ekan. Narxini eshitdinglar, 89500 yana savdolashadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin, savdolashishingiz ham mumkin. Videoga like bosib, yaqinlarga borib qo'yishni unutmanglar.